So'nggi paytlarda faqat Mbappe haqida eshityapmiz. Ronaldoning rekordiga yaqin, undan ham ko'p gol urmoqda, rekordlarni yangilayapti. Lekin eng muhim narsa gollar soni emas, samaradorligi. Mbappe hali Ronaldoning darajasiga yetgani yo'q. Ronaldo Realda ko'p gol urardi, ammo asosiysi katta o'yinlarda hal qiluvchi bo'lardi. Chempionlar Ligasida Atletico, Bavariya, PSG kabi grandlarga qarshi aynan kerakli paytda hat-triklar qilgan. U o'z nomini oddiy o'yinlar bilan emas, final hamda play-offlar bilan tarixga yozgan. Ha, Mbappe ham ko'p gol uryapti, lekin agar u urmaganida Real qiynaladi deyishadi. Vaholanki Kylian kelishidan oldin ham Real ko'p gol urgan. Hozir esa gollarning asosiy qismi faqatgina unga to'plangan. Agar bu gollar jamoani Chempionlar Ligasida chempionlikka olib bormasa, rekordlarning qiymati yo'qoladi. Ustiga ustak yangi formatda gol urish avvalgidan osonroq. Farq esa oddiy. Ronaldo rekordlarni hal qiluvchi o'yinlarda yaratgan. Mbappe esa hali buni isbotlashi kerak. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda Madrid Insight'ga obuna bo'lishni unutmang.